Ketdi. To'la bugun fonuslarni qanaqa qilib ishlatishni o'rgataman. Ko'rib turganingizdek, bizda ikki xil fonus bor. Bittasi yuraycha shaklida, bittasi mana bunaqa to'rtburchak shaklda bo'ladi. O'rtoqlar, fonusimizni ehtiyotkorlik bilan ochmasak yirtilib ketadi. Birinchi hamma joyini bo'shashtirib olamiz. Keyin buni ichiga havo yig'amiz. Hop, hop. Hoppa, mana havo yig'ildi. Endi bizga yordamchi qiz kerak bo'ladi. Tepada ushlab turish kerak. Chunki tagiga biz shag'am qo'yishimiz kerak. O'rtoqlar, mana shu simiga hozir shag'am ildiramiz. Simini tepaga qaratamiz, чтобы shag'am turishi uchun. Shag'amning o'rtasini teshib oldik. Endi simga tiqamiz, mahkam turishi uchun qayirib qo'yamiz. Endi zajigalka bilan buni yoqamiz, o'rtoqlar. O'rtoqlar, shunaqa saqlab turamiz, чтобы ichini havo bilan to'ldirishimiz kerak. Chiqatiga tekkizmasdan, chunki bu yonib ketishi mumkin. Tegsa uçurib ko'ramiz, ketadi. Bo'ldi.